Chilonzor 22-kvartaldan 3 xona 2 ta zalli zo'r uyimiz sotuvga chiqqan. Joylashgan joylarni bitta ko'rsatamiz. Mana shu yerdan o'ngga Faxatskiga chapga Uchtepa hokimiyatiga ketiladi. Atrofda Havas, bu yoqda esa makro avtomaktablar joylashgan. Bu tomon O'yzor Abu Saxiga ketish yo'li, bu yoq Uchtepa pasportniy stolga mana shu klinikaning yonida joylashganini ko'rsatamiz. Domni oldi ko'rinishi, mashina qo'yishga joy ko'p, detskiy plashatka. Bu uyimizni zalini kattaligini qarang. Udvoyniy zal. Like bosib qo'ying jigar. Zaldan chiqqanimizda podyezddan kirish eshik kengina xo'p. Bu yerda alohida detskiy joylashgan. Uyimiz 2-qavatda joylashgan. Торцевой emas, qavati ham zo'r. Bu yerda spalniya remontlari yaxshi. Bu yerda bitta kladovka, bu yerda alohida sanuzel, bu yerda esa alohida vanna. Bu videoni katta uy izlayotgan tanishingizga albatta jo'natib qo'ying. Kuxna ham joy, o'tiradigan joy qilingan. Kuxna esa 2.26 balkonga chiqazilgan, o'tiradigan joylar bilan qilingan. Bu uyimizni narxini $98,500 qilib beramiz. Obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Telefoningizni kutamiz.